Hey yo, salom, sizlar bilan yana men Sabzixon. Bugungi videomizda yana o'sha car parking multiplayer o'yinini o'ynaymiz. Lekin bu safar do'stlar, menda ko'rib turganingizdek mashinalar ko'p emas. Attiga 6 tagina. Xo'sh. Bu mashinalarim manaki ajoyib raqamlari bor. Menga yoqadigan mashinalar faqat shular. Mana misol uchun birinchisi bu, ikkinchisi BMW, uchinchisi esa Chevrolet Camaro. Bunisi nomini bilmadim do'stlar. Kommentga yozib ketinglar nomini. Bu yana BMW va M5imiz do'stlar, manaki. Hozirda biz buni haydaymiz. Do'stlar, nima uchun migalkasi ko'k deb o'ylashlaring mumkin? Chunki hozir qizil ko'k qilmaydi hech kim, faqat ko'k qilinadi. Modasi shundayda buni. Tak, ovozini pichib ko'taramiz. Do'stlar, aytmoqchiman, mening mashinalarim xuddi 6 tagina deb o'ylamang, chunki mening mashinalarim mana shuncha. Shunchaki men saqlab qo'ygan mashinalarim shu bo'ladi. Tak, qaysi yo'lda haydaymiz? Do'stlar, bugungi videomizda 24 soat qoidalarga rioya qilib oddiy shahar avtomobili bo'lamiz. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerga to'p tekkan va sinib ketgan. Nomerga keladigan bo'lsak 70-75. O'zim ham chunki Surxondaryo Jarqo'rg'ondanman. 70-75 mana. Voy bila. Do'stlar, bismillah degandan kiradigan joyga kirdi. Ustaxonaga kirib men yo'lga chiqamiz. Qoidalarga rioya qilib o'ynashimiz lozim. Urilmasdan tuzukkina. Voy bila do'stlar, hozir amin tekkanim yo'q. Hozircha yaxshi ketyapman. Bo'ldi. Bundan buyoq 2 palasa ekan do'stlar. Do'stlar, xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi, chunki men radarga tushibman. Hozir mana jarimasini to'laymiz. Qaytib to'lardi buni. Qaytib to'lanadi. Do'stlar, to'ladim. To'lab qo'ydim. Endi radarga tushmaslikka harakat qilamiz, lekin zapravka qilib olishimiz zarar bermaydi. Videoni qanday joy? Do'stlar, bu avvalgi anoda yo'q edi bu. Otilmaydi, avvalgi sezonda yo'q edi bu. Yangi qo'shilgan. Men birinchi marta ko'ryapman hozir. Bu yer ustaxona. Bo'ldi, tushundimmi? Mana yoqqa mashina qo'yiladi. O'zi tagidan sozlaniladi. Yo'q, garaj. Do'stlar, bu aniq o'tgan sezonda yo'q edi. Mana bu bor edi, lekin mana bu bilan orqada nimadir bor edi. Yo'q.
Oo. Endi safar zapravka qilsak, yaxshi bo'lardi. Mana benzin to'ldirib oldik. Endi esa ketamiz. Nima bo'ldi? Quygan benzin yoqmadimi deyman. Bo'ldi. Pulimizni ko'raylik qancha bo'ldi. Yaxshi, 15 bo'ldi. Asosiy maqsadimiz esa to'xtayga. Hozirda biz boradigan joy mana shu yer. Do'stlar, aytgancha bu akkaunt meniki emas. To'g'ri meniki. Lekin car parking o'ynayuvchilar oramizda bo'lishi mumkin tomoshabinlardan. O'shanga men hadya qilmoqchiman. Agar 100 ta obunachigacha 100 ta obunachi bo'lamiz, keyin obunachilar orasidan tanlab olamiz. Tanlab olamiz va shu akkauntni beraman. Anaki bir qizishib oldik-da. Yana qanday qilib juda yomon soldim lekin olib kelib. Mashina hech narsa bo'lmadi. Bu yoqqa kirib ko'raylik-chi. Odam yo'qmi bu yoqda? Juda yomon pulchaq bo'ldi lekin. Do'stlar, manaki bizning mashinamiz ovozi chiqmay qoldi. Eshitinglar. Boya mana trassadan kelib turib drift beraman deb dumalab ketdim. Ko'ryapsizlarmi? Ovozi chiqmay qoldi bechoraning. Ovozi. Men drift berdim, shuni osmondan uchmayga urilib taq soldim. Tushib qarasam, ovozi boshqacha yotibdi. O'taltiraman, o'tolmaydi, mana shu ovoz chiqyapti. Eshitinglar-da bir. Do'stlar, qachon tugaydi bilmayman. Minib ko'ramiz. Taqirlab qoldi-ku. Mana o'zi ham buzildimi deyman. Ha do'stlar, bunisi ham buzilib qolgan ekan.
İyilikten uçmaya yatıptı. Şimdi bunu bir yaxshi ustaga olib ko'rsatish kerak. Bu zamana gül üstünden qop-qora tutun chiqib qoldi. Bechora moshin qiynalib ketdi. Mana keldik. Zapravka qo'yaylik. Usta mana gul ustidan tutun to'xtamayapti. Olov aralash tutun. Nimaga tushdi? Do'stlar, manaki hozirgi ahvoli. Hozir ustaga kirganimizdan keyin ahvolni ko'rasizlar. Oh. Manaki do'stlar, mana ular ishlab ketdi. Katta yo'lga resmen qilib. Mana tutunlar chiqmayapti. Eng qizig'i toza. Ovozi ham zo'r chiqyapti. Mana. Boyagidan ancha farqli. Do'stlar, videoni joyiga ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Chunki biz 2026-yilgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Va 100 ta bo'lganimizdan so'ng mana shu akkauntning yangi egasini aniqlaymiz. Bu egasi siz bo'lishingiz mumkin.